Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da gacırız. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü ıslahı 2021 yıl 8. ayının 9. günü hürmetli vatandaş. Vaziyet doğrusu da gep kılsak, hazırla Cungo pul karıma Tayvan'da pul karaydıgan yılla dedi ki, hazır Xi Jinping eğer de Tayvan'a hücum kılıdığan bolsa, Amerika %100% asker çıkardı dedi. Biz şunu devir kılgan aldı bugün. Vatandaşlara leksiya sözleyimiz. Mavzumunda Beijing, ya birinci mavzu bahmesken getirelim. Birinci mavzumunda Canjadın işki xilvaqe şunu ispatlab berdi ki, Juqumluq virusni Cungo Kompartiyasi qasdan qo'yib etdi dedi mavzulu xabar 8. ayının 15. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi. Kechiringlar 8. ayının 9. günü Büyük İrat orbitida e'lon qilindi xabar. Bundoq boshlandi. Cungo meselesi bo'yicha mutaxassis Canjadın 8. ayının 7. günü matbuot ziyoratini qabul qilganda mundoq dedi. 9. günü matbuot çıkan günü. Sözlügen günü 8. ayının 7. günü. Kechiringlar vatandaşlar. Cungo Kompartiyasi 2019 yılı 12. ay ve 2020 yılı 1. ayda qo'llangan juqumluq virusdan saqlanish harakati ve juqumluq virusning davlat ichida tarqalishini cheklash bilan birga juqumluq virusni butun dunyoga qo'yib etdi. Bu ish Cungo Kompartiyasining butun dunyoga juqumluq virus ve kasal tarqatganligini ko'rsatib berdi. Canjadın Newsmax programmasining ziyoratini qabul qilganda yuqoridek so'z qildi. Canjadın bunda ko'rsatdi, Cungo Kompartiyasi rahbarlari Xi Jinping juqumluq virusning tarqalish jihatida yolg'on so'zladi. Wuhan'da juqumluq virus partlagandan keyin o'zining davlatini qamal qilish bilan birga boshqa davlatlarga bosim ishlatib, Jungodan kelgan yo'lovchilar va sayohatchilarga sayohat chektimisi qo'ymaslikni talab qildi. Biz bu ishni bir yerga qo'ydigan bo'lsak, shuni ko'rsatib berdiki, juqumluq virus qasddan qo'yib etilgan deb ko'rsatdi Canjadın. Canjadın yana mundoq ko'rsatdi. Cungo Kompartiya rahbarlari juqumluq virus o'pka yollig'i dunyoning boshqa joylariga tarqalib, millionlagan odamni o'ldirdi. Lekin Cungo hech qanday jazoga uchramadi. U yana har qanday jazoga uchramay, juqumluq virusni butun dunyoga tarqatib berdi. Biz şunu bilimizki dedi Canjadın. Cungo Kompartiyasi harbiy tadqiqotchilari hozir alohida irqlarga yoki Xitoydan boshqa millatlarga qartilgan gen hujumi, genetikalik hujum qila oladigan juqumluq virusni tadqiq qilyotdi. Canjadın mundoq dedi. Bundoq alohida irqlarga hujum qiladigan gen tadqiqoti Jungoliklar gen tadqiqotidan Jungoliklar saqlanib qola oladi. Lekin boshqa davlat xalqlari kasal bo'ladi, o'ladi. Shunlashqa agar bizning davlatimizni qo'g'daydi ekanmiz, biz tadbir qo'llanib Jungoni badal to'lashga majburlashimiz kerak, dedi Canjadın. Canjadın yana mundoq dedi. Cungo Kompartiyasi o'tgan yili bizning ko'chalarimizda zo'ravonlikqa kuch kiritdi. Bu bir urush harakatidir. Undan qolsa Cungo buning uchun har qanday badal to'lamadi. O'tgan yil saylam davrida Amerikada shuna kuch ko'rsatishlar bo'lgan ekan, Canjadın shu kuch ko'rsatishni Cungo hukumati zo'ravonlikqa kuch kiritdi deb bugun aytib o'tdi vatandosh.